Siz bilan maslahatlashish bor. Qanaqay? O'g'lingizni uylantirib qo'yaylik. Kimni o'ylantiramiz? Ibrohim Pishay qiziga. Siz dadasi bilan borib gaplashib keling. Keyin ayollar borib o'zimiz maslahat etamiz to'ylari. Ha, nimaga borib kelaydi? Hisobchiliga. Ha, ana shunga. Ha. Boromdan keyin nimalar o'tirmang, tushundingizmi? Makkalar. Dangal ayting. Hisobchilarga ketib to'y boshlaymiz deb. Tushundingizmi? Menga nima qilish o'rgatma xotin. Tushundingmi? Men o'zim bilaman nima qilish. O'g'lim qizingga nima qilibdi? Nima qilibdi? O'g'il bacha bilan qiz bacha nima? Nima qiladi meni qizim o'g'ling? To'xtang, men qarang. Men so'zimni tushuntiraman. Qizingizni yaxshi ko'raman. Biz sovchilarga keldik, dadamning dovdi. Ha, ana shu nima? Ana shunga Shunday demaysanmi? Shu fikra nima deysan? To'y qilamizmi? To'y qiladigan bo'lsak, meni shartlarim bor. Meni oyog'im tagiga bitta qora jinti. Ana. Ha. Odamlardan farq qilib turish uchun qizimni to'ydagi ovqatlar fil go'shtidan bo'lish kerak. Xullas, meni ustima gussidan kastim. Oyog'ima do'jiga banadan oyoq kiyim bo'lish kerak. Nimasi ham kerakmi? Nimas? Yo, so'kinish so'zini tarjima qila olmayman. Rozi bo'lsanglar shu shartlarni to'y qilamiz. Ha, Ibrohim Pishak. Qizing nimaga tiq? Nimami? O'yiza. Ha, ana shu, ha. Bizlar kerak emas qizing. Davay, ketdik, nima qilaylik? 30 yoshda uylanasan, tushundingmi? Bironta qiz topma shunday yoshacha. Nima bo'ldi? Rasvo bo'ldi. Bilgandim. Ikkalalaring qo'lingdan hech ish kelmasligini bilgandim.